Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlar bilan doimo yelkama-yelka bo'lib turgan yaxshi odamlar, aka-uka, opa-singillar, hammangizga mana bu Allohning rahmati yog'ilgan oyda Allohning rahmati bo'lsin. Mashalloh, hammamizni Alloh taolo shunday bir yaxshi Ramazon oylariga yetkazdi. Ro'zalar tutishlikka Alloh taolo siz bilan bizga tavfiq berdi. Alloh taolo namozlarda turishlikka, kechalari qiyomul aynlarda turishlikka Alloh taolo siz bilan bizga izn berdi. Allohga hamd bo'lsin. Mana bu oy juda ham bir ajoyib ihsonlarni ko'paytiradigan yaxshi oylardan bo'lar ekan. Alloh taolo ko'p bir yaxshilik qilishliklarga chaqirar ekan siz bilan bizni bu oylarda. Biz juda ham chiroyli, yaxshi sharoitlarda yashaymiz, lekin siz bilan bizni yonimizdagi birodarlarimiz juda ham sharoit og'ir holatdagi aka-ukalarimiz bor, opa-singillarimiz bor. Shunday insonlarni ham siz bilan biz unutmaylik. Nafaqat bu Ramazon oylarida, balki qolgan oylarda ham qarasak yaxshi bo'lardi, birodarlar. Juda ham bu holatni ko'rib turibmiz, achinarli holatlardan biri. Alloh taolo hech kimga bir bunaqa qiyinchiliklar bermasin. Alloh taolo hammaga bir keng yashashlikni bersin. Alloh taolo hammamizga ham rizqlarimizni ulug', keng qilib bersin. Bunday bir sharoitda yashash juda ham qiyin, aka-ukalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizni juda ham ko'p bunday bir qiynalgan oilalarda yordamda bo'lishligimizga chaqirgan. Rasululloh alayhisalom aytgandek, kim bir birodarini yordamida bo'lsa, Alloh uni yordamida bo'ladi deyapti. Birodarlar, tasavvur qilaylik, qanday ajoyib narsalar. Siz bilan biz bir birodarimiz yordamida bo'lsak, qanday mushkulotimiz bo'lsa ham Alloh taolo siz bilan bizni yordamimizda bo'ladi. Alloh taolo kimga nazar solsa deyapti, u odamlarni ishini tushirib qo'yadi deyapti. Misol uchun Alloh taolo menga nazar solsa, odamlarni menga ishini tushirib qo'yar ekan. Birodarlar, shundan bilsa ham bo'laveradi va shunga intilsak bo'ladi-da. Odamlar bizga ishga tushyaptimi, tushmayaptimi? Misol uchun shunday bir vaziyatlar, yaxshi holatlar borki, yaxshi qo'limizdan keladigan ishlar bor, shuni ham qilmaymiz. Oldilarimizda qanchalagan bir qiynalgan oilalar bor, bir nazar ham solib qo'ymayapmiz kerak bo'lsa. Birodarlar, biz oralarimizda yaxshi insonlar ko'p. Zero mana shu videolar yetib borib, shunday oilalarni biz ham tashlab qo'ymasak, ular ham bizga o'xshab yaxshi sharoitlarda yashasa, ular ham siz bilan biz yeyotgan narsalarni yesa, siz bilan biz kiyayotgan narsalarni kiysa. Kelinglar, hammamiz mana shu qalblarimiz erib, iymonlarimiz bunday aytganda yaxshilikni xohlab turgan paytida shunday bir solih amallarga kirib qolsak, shu qiylanganlarga biz ham yordam berib qolsak, safimiz kengayib qolsa, biz inshaalloh ko'pdan ko'p bunday bir solih amallarni uddasidan chiqamiz. Siz bilan bizga bashorat berilgandek doim aytamiz, biz birlashsak tog'ni tolqon qilamiz. Biz shunaqa ummatmiz biz. Biz bir bo'lsak tog'ni tolqon qilamiz, birodarlar. Biz oramizda Allohdan so'rab qolamizki, mana shu duolar ijobat bo'ladigan kunlarda so'raymiz. Biz oramizda qiynalganlar qolmasin. Uyga muhtoji borlar qolmasin. Biz oramizda yetimlar qolmasin. Biz shuni so'raymiz. Bolalar dadajon, onajon deb yig'lamasin. Alloh taolo hammamizga o'zi tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.